Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun menga bitta taklif bilan chiqishdi. Men Qoraqalpoqdanman. Men sizga borib davolangim kelyapti, lekin siz to'g'ri etab asalari bilan chaqtirish kerak deb aytyapsiz. Men ko'p joylarga qiziqib kirib ko'rdim, internetlarda kirdim, boshqa qildim. Mana Andijonda bor ekan, Namanganda bor ekan. Rossiyalarni surishtirib ko'rdim, Turkiyada bor ekan, Hindistonda bor ekan, hammasini ularni davolash etaplarini o'rganib chiqdim. Lekin sizda malham bor ekan. O'sha malhamingizga qiziqyapman. Borib malham bilan davolanib kelsam. Arini esa bizada hali Qoraqalpoqda yo'lga qo'yilmagan. Men nechta joyni surishtirdim, Qoraqalpoqda yo'q ekan asalari bilan davolash deb bitta mijozimiz, bemorimiz telefon qildilar. Keyin nima qilsam bo'ladi deganlariga men bitta javob berdim. Agar 4 etapga to'g'ri Qoraqalpoqdan 4 etapga ari chaqtirgani kelishni o'zi, misol uchun bizada 2 million 200 bo'lsa, 4 etapga keladigan bo'lsa 8 million 800 yo'l kiralari bilan u yoq bu yoq 10 milliondan ortiq pullari ketar ekan. Yo'q, men puldan qochmayapman, prosta vaqtim menga anaqa yetarli emas. Bir oy men davlat ishxonasida ishlayman, hadeb balnishni qila olmayman deb aytyaptilar. Xudo xolasa Qoraqalpoqda ham balkim yo'lga qo'yilgandir, balkim siz izlab topa olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Hech bo'lmaganda bizani mana shu malhamimizni o'ziga chiroyli to'liq kurs lechini olib ketsangiz, o'shani o'zi ham ancha sizni dardingizga shifo bo'lgan bo'lardi. Chunki bu barcha kasalliklarimiz hammasi shamollashlar oqibatida kelib chiqadi. Bizni malham esa o'sha mana asalarini to'liq hamma proporsiyalari bilan tayyorlangan malhamlar bilan bemorlarni o'rab qo'yamiz. 3 soatlab yotishadi, mazza qildim deyishadi. Даже 76-78 ga kirgan bir opaxonimiz bor edilar. O'zi bizda kurs lechenimizda 4 ta malham cherezdan qo'yiladigan bo'lsa, ular bir kun qolib 78 yoshga kirgan onaxon yana bitta malhamga yotib, qo'shimcha pul to'layman, menga malhamingiz yoqdi, juda ham bir mazza qildim, nafas olishlarim ham boshqacha bo'ldi deb kelib malhamimizga yotib ketdilar. Men o'sha qalpoqlik mijozlarimizga shu bilan murojaat qilmoqchi bo'lamanki, kelib bemalol hech bo'lmaganda bizni malhamlarga yotib ketsangiz